Voy, ey. Oho, quyoshdan chiqdi o'zi normal. Quyosh uyasidan chiqdi bu degani kun boshlandi yo. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Shakrif. Mening videolarga xush kelibsiz bo'ladi. Xullas, hozir men bo'lib uyg'ondim. Hozirgina uyg'ondim va tashqariga chiqib atrofga qaradim. Bilasizmi, men bundan nima o'laman? Motivatsiya olaman. Yashil rang menga yoqadi, shuning uchun bo'la pozlarim ham yashil rang ko'rdilarmi? Ana u sariq mayli bo'la necha. Endi bo'la tashqariga chiqib, xullas tashqariga chiqdim endi bo'la. Tashqariga chiqdim. Xullas bo'la pozimni tozalab olishim kerak. Albatta bo'ladi sizlar tezda videoga like bosib, tezda kanalimga tezda obuna bo'linglar. Davay agarda bo'ladi. Bilmasanglar men o'zim o'rgataman. Pastda obuna bo'lish degan tugma turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Inglizchasiga subscribe bo'lib, ruschasiga esa подписаться degan tugma turibdi. Albatta o'shani tirqi yozib bosasizlar. Bo'ldi, sizlardan teshma ketmaydi. Tamom jigarlar. Sizlardan просто men shunaqa zo'r videolar olasizlar, lekin sizlardan hech nima ketmaydi. Ketsa energiya yetadi. Lekin bola energiya to'g'risini aytsam, hech kimga uj bo'la sanalmaydi degan. Hech kim buni sanamaydi ham bola. Men energiya, masalan bola qaranglar. Magazinga borib kelmoqchi. Oyil aytdim, magazinga borib keladi. Yo'q, energiyam yetadi deysizlarmi? Yo'q, deymizlar bola. Davay o'shaning uchun tez kanalga obuna bo'linglar. Bu juda ham tekin narsa. Albatta sizlardan hech qanaqa pul talab qilmaydi bu narsa. Tezda albatta kanalga obuna qo'yinglar va videoga like bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Men tezroq bo'lib 1000 tadan oshiq olmasam to'xtatib tashlash bu mening maqsadim albatta bo'la. Agar video yoqayotgan bo'lsa, bittadan qo'ng'iroqchani emas yoqib qo'yinglar. Sababi keyingi videolarni ham o'tkazib yuborasizlar. Agarda video chiqqan vaqtida sizlarga xabar boradi. Cliff Minecraft video chiqardi deydi va bo'lasizlar tezda kanalga ko'rasizlar, o'tasizlar, video ko'rasiz. Juda zo'r videolarni ko'rib, albatta men bilan zerikmaysizlar bo'ladi. Albatta men bilan qolinglar. Men sizlarni zeriktirib qo'ymayman. Uni qolsa mana buni ekib qo'yamiz. Azil huzurlar, boshqa bitta gaplar bilan ham bu uje tugatman bo'ldi. Boya mer chaqirayotganida nimaga bilmadim-ku. O'sha merning yoniga borib kelamiz hozir. Meriga yoniga borib, xolos mana buni topshirib kelishimiz kerak. O'zim bugun soliq topshiradigan kun. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom Kraver. Yaxshimisiz? Yaxshi-da. Xolos men naslonni olib kelgandim. Qarang kerak. Mana sen o'zing bilasan. Bilaman. Mana shu hisob qo'yamiz va всё, tak bo'ldi. Xo'sh, boya bitta ish bor deganda chaqirtirgandingiz. Xolos karam, menga bitta 10 ta daraxt kerak. Qanaqasisan? Oqta daraxt. Lekin mer to'g'risini aytsam, $20 beraman. Bo'ldi, hozir 5 minut turib. Bola ko'rdilarmi? Men bola chopib kelaman, prosta agarda pul bersangiz chopib kelmayman. Bola, agarda bola kim tekinga ishlaydi, to'g'rimi? To'g'ri bola oldinlar merga tekinga ishlagan, men quli bo'lib ishlaganman, lekin bola qamal, necha. Deganisa boramizda bola endi daraxt chopib kelamiz, 15 ta oq daraxtdan $20 beryapti, juda ham yaxshi bola. Deganisa mana bu yerda mana buni, lekin bola joni ham ozgina qopdi-yu, ketibdi ozgina, normal ketibdi bola. Mana bu bilasizlarmi? Bola, nima aqib qo'yganman? Boltani ham joni bo'ladimi? Umrda ko'rgansizlarmi? Boltani dinqib ursa ay deyishni bola. Ursa, men qaranglar bola. Masalan, bolta mana tashlaymiz-da, uramiz. Ay demaydi, sababi men bola o'zim bilan gapiryapman. Yana bola, voy bolta ay deyapti demanglar. Tak bola keldi mana tarafdan chopaylik, shu tarafda shoti yoqmayapti-da. Bola menga yurak shunaqa deyapti-da. Yurak bola, yurak. Sen shunaqa desang kerak. Sen shunaqa desang bo'ldi bas. Yurak. Bu nima bo'ldi yana? Stop. Oshilmas ekan, stop bola bu sandiqmi? Hozir bola stop. Kelinglar keyinroq buni ochamiz. Lekin bola stop, hozir mana bu daraxtni chopib qo'yay birinchi. Qo'y ana u nima? Tushunarli bola. Bilmayman degani u. Bilasizmi? Qatdan perevodlarni bilasizmi? Qatdan tarjima qildim. Bilmayman bola, prosta taxmin. Deganisa mana buni olamiz va всё, shu bilan 15 ta bo'ldi. Как раз bola bitta daraxt chopib bo'ldi, 14 ta bo'ldi. Boshqa daraxtdan bittasini chopib ketish. Mayli. Mer, nima deysan? Olib keldim. Mana olib keldim. Sizga mana oling. Rahmat. Arzimaydi dak bo'lib stop qo'ygan narsani ichida nima bor ekan bola? Sandiq. Hozir mana buni inventarga solib qo'yib bo'ldi. Hozir boramiz bola, ichkarisida nima borligini ko'ramiz. Cho'ta sandiq bola, bilmadim nima bor ichida. Hozir ko'ramiz bola. Qani oq daraxt ekan bola, ekib qo'ylik. Sababi meriga oq daraxt yoqadi. Keyingi safar chopib kelgan paytda shundan ola qolaman. Qani ochilichi. Nima bu? Bola cho'ta bitta narsalar. Nima bo'ldi? Hozir bola ko'ramiz. Cho'ta bola mana bu nima bo'ldi? Pianino ham bola. Pianino bola qatdan keldi bu.
O bola qisqa qo'yib ko'raylikchi. O bola voy bola mazza ve bola lekin chota bossam mana klavishlarni bossam ishlamayapti bola. Menimcha ichkarisini bitta sozlash kerak. Bola da bilaman, lekin bola bu eski o'xshabdi. Sababi hech kim hozir pianinoda mana bunaqa shamlarni ishlatmaydi. Menimcha bola eski o'xshabdi va mana bunaqa o'rindig'i ham bor ekan. O'tiramizda. Voy bola lekin mazza ekan. Don. Hozir bilaman o'rtaroq qo'yishni iloji bor ekan. Hozir bola o'rtaroqqa qo'yishni iloji yo'q ekan bola. Mana turaversin shu yerda. Qala qaranglar o'zmansaga bola klip ijrosida bitta chotki qo'shib cherib beraymi? Den bola o'xshamadi. No qaysi qo'shiq? Albatta tezda kommentariyga o'z yozib qo'yinglar. Shu qo'shiqni eshitganmisizlar? Albatta bola kommentariyga yozib qo'yinglar. Qarang 5 gacha taniyman. Agar topgan bo'lsanglar, topingan bo'lsanglar aytaman o'zim. Davay. 1 2 3 4 5. Agar bola topgan bo'lsanglar kommentariyga yozinglar, davay bola yozinglar, kutib turaman. Yozinglar, davay bola yozmasanglar bo'lmaydi. Hozir ungacha bola qaranglar, mana bu ozgina atroflarni orqasida ko'rsataman ungacha. Yozinglar davay bola, yozinglar. Bilmadinglarmi, yozmadinglarmi? Mayli bola. Bu Meriana degan qo'shiq bola. Meriana bola, stop. Aytmaylik bunaqa qo'shiqlarni tag'in bola YouTube avtorskiy berib bilmasin. Avtorskiydan qo'rqaman bola, sababi kanal bankiga yetib qolishimga o'chirib yuboradi YouTube. Lekin bola pianinoga vafshi udar gap yo'q bola. Klavishlar cho'tki ishlab turibdi. Hozirgina ishlamayotgandi-yu. Mayli bola, necha? Mana mashina, stop. Mashina ham bu rostdan ham. Uy, bola mashina. Bu Nissanmi bu? Stop bola, menimcha Nissan bo'lsa kerak. Bola Nissan. Vafshi cho'tki mashina. Bu bola bu udar mashina to'g'risi. Uy bola qaranglar mana bu yerda esa pavrotniklarni bitta yo'q bola gulankiga o'xshab kelaylikda. Endi bizga premium bo'lish kerak, to'g'rimi? Degan svetni ham bo'ldi bola, svetni ham yondirib oldik. Cho'tki ekan bola, lekin udar qishi gapi. Degan esa qani bitta haydab ko'raylik. Bola lekin juda ham tez yurar ekan. Qani ketdi bola, qani bitta eng oxirigacha chiqib ko'raylik, gazni eng oxirigacha bosib ko'raylik qani bola. Tekisga chiqamiz. Bola sekin sal qo'sa bola bechora hech qanaqa gunohi yo'q, sekin urib yuborardim bola. Stop. Voy tez juda ham tez ko'rdilar buni, juda ham tez yurar ekan. Kirib bu mashinani qayerdan olding? Ayam berdim. Mayli, stop bola. Kirib bu mashinani qayerdan olding? Topib oldim. Qanaqasiga? Endi yigitni omadi bilan o'ynashma deydi. Mana yigitman, nimaga menga mashina bermaydi? Aslan yigitmassan-a? Bolaman, o'g'il bolaman. O'g'il bola degani yigitmasi, qoch mana. Turyo qolsin. Nima shunchalik, nima aqllimiz turyo qollaringga. Bular qiziq ko'rdilar, bola o'zining mashinasida bola kelib olib menga yopishadi. Bola o'zlari topib olsin. Lekin mana to'g'risini aytsam, bular ham bolayi qochlaring nimasi bola, sizlar alkogol ichib olganmisizlar? Aylanib kelib meni oldimga kelasizlar. Endi mana bu yerga sekin qo'yib yuboramiz mashinani va sekin. Voy, cho'tga qaranglar, cho'tga turdim hamcha. Bola vobshe oq rangdagi normal bo'ldi. Lekin oq rangda ham qora rangdagi bo'lganda vobshe cho'tga bo'lardi, lekin bular oq rang ham cho'tga bo'ladi. Lekin oq rang bitta yomon tarafdan aytaymi? Oq rang bola, oq rang unchalik ham ana bunaqa bola bir cho'tga odamni nima bo'ladi, mujiklikni bildirib turmaydi. Qora rang bo'lsa bola qishloqda chang tortadi o'ziga. Bu juda ham yomon bola. Degan mana ichkari kirgizib qo'ysam ekan bola. Lekin ichkari qayerga kirgizaman? Axir bola ichkari sig'maydi bu. Mayli bola, hozir bir amaliyot sig'diramiz buni. Tek mana bu yerga sig'maydi, mana bu yerga ham sig'maydi bola. Hozir bola davay kelinglar bola. Davay mana bu yerga eng banihoyat bola, mana bu yerga qo'yilgan narsa topildi. Voy bola, mana bu yerga narsa qo'yaman endi. Mana bu yerga pianinoni qo'yaman bola. Qaranglar, kakrash yurgan nima qo'yishni bilmayotganim, o'tirib olib mazza qilib muzika sherib o'tiraman. Vafshe bola, mazza. Normal cho'tga turdi. Men mashinamni ham amcha cho'tga qilib qo'ydim ordegan. Juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi. Davay bola, shuni atrofini o'rib qo'yaylikmi? Mayli, davay kelinglar, shuni atrofini o'rib qo'yaylik. Jittelar kelinglar bola, jittelar baribir. Jittelarga ishonch yo'q, to'g'risini aytsam. Prosta teginishadi, qolishadi, mashinani buzishadi, xolos. Vafshe boshqa qiladigan ish yo'q. Men agar narsa sotib olsam, narsa oladigan bo'lsam, aylanib kelib bola men narsani buzishga harakat qilishadi. Sababi jittelar shunaqa bola playerlarga yopishadi. Men axir o'yinchiman, ularsa outdigini mop bo'ldi. Mop qo'ldan hech nima yemaydi ularni. Prosta bola post sozlash keladi xolos. Sababi Minecraft o'zi bularni shunaqa yaratgan. Stop bola, mana bu qatdan gap qoldi bu. Oq nima yo'q? Oq taraf, mayli bola, mana ekib qo'yaylik. Topsiya mana bu yerdan olamiz. Chama bilan bola bir 20 tam daraxt yetib qoladi bizga.
20 ta bola bemalol yetadi, sababi kichkinagina mashina, KAMAZmi, shunaqa kattagina mashina emas u. Lekin bola men KAMAZga ham garaj qurganman, bilasizlarmi? Agar bilmaysizlar, bola men xafa bo'laman, lekin bola shunaqa videolarni ko'rgansizlarmi? Men KAMAZga garaj qurganman. Uralga, ya'ni bola unaqa askarlarning mashinasiga ham garaj qurganman. Negin desa, bola Nissanga garaj quryapman, juda ham yaxshi. Mashinalarning hammasiga garaj qurib ko'rganman, lekin Nissanga hech qurib ko'rmagan ekanman, to'g'risini aytsam. Birinchi marta o'zim mashinam bo'lgan ekan, quramiz endi bo'ladi. Chama bilan bir shu yetib qoladi 44 ta bemalol degan olib qo'yamiz. Bola endi mashinamizni sal bola shu devorga yopishtirib qo'yamiz. Yopishtirmas ozgina bo'ldi, ya'ni yopishtirib deganda uni ozgina yaqin qo'yamiz. Sababi devorga ozgina tig'iz qilib joylasa, normal chutki bo'ladi-da, xolos bo'la. Endi sekin mana bu olib qo'yamiz va burilib mana bu tarafga, endi sekin orqaga va все bo'la normal chutki. Uy bo'la, nimaga joyim ketdi? Urib bordim amcha bo'lib. Normal, endi mana yer bo'lib mana qo'yib yuboramiz. Endi esa garaj qurilishini boshlaymiz. Qanaqa garaj bo'la? Atrofni o'ramoqchi edim amchani. Qanaqa garajda o'tirman, vafsheta amali bo'la. Necha degan esa yarmini mana bu yerga qo'yamiz va yarmini oppa. Va все bo'ladi, chotki. Dekanda oppani qilib, hammasi oson bo'lardi, lekin hammasi menga nima kerak, to'g'rimi? 48 ta hammasi bo'ldimi? Amal bo'ldi. Necha deganda esa oppani qilib atrofni o'rib qo'yamiz. Voy bola, menga axir eshik ham kerak-ku. Amal bo'lib bitta texnologiya qilib yuboramiz u yog'ini. Axir endi bizani miyamiz rol tuyapti, to'g'rimi? Bola keldi, mana bu yerga qo'yib yuboramiz. Stopanamni olib qo'yilib, bu bizga xalaq beryapti, bola bizga esa xalaq beradigan narsa kerak emas. Dekanda esa mana buni qilamiz-da. Qaranglar bola, endi mana ichiga kirib olsa bo'ladi, lekin qanaqasiga buni chiqaraman endi. Kalla bola, stop bola. Hozir menda bitta ideya bor, lekin bola yetmaydimi bilmadim, hozir harakat qilib ko'raman yettirishga. Qo'ppanna va voy bola, yetdi, kakras chotki bola, bitta. Kakras bitta kerak edi. Endi mana ish qo'yib beramiz bitta va все bola, chotki bo'ldi, qaranglar. Вообще bola, udar to'g'risini aytsam, shedevr turdi. Amalinsa mana bu yerda mana narsamni solib qo'yaman, xolos. Va mana bu yerda o'tirib ozgina kompyuter ko'rib o'tiraman. To'g'risini aytsam, juda ham zerikib ketdim. Amal satni video olaman.